أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kitabımızınki 181. betege keldik soğuktaşlar. Bizimki hazır kitap atkan mavzu tema yani tarih tədqiqatının, tarixini oquşunun əhmiyyəti haqqında kitap atkan. Bu görünüşdə, bu səhnədə biz növbətdəki əhvalımızdınki muş cəhətdə fəvqəladə təxi nöl səviyyədə ikənligimiz, yəni tarixini oxumaydığanlığımız. İlk dərslərdən çıxdım, qayta təkrarladım, tarix oxuş hukumu tarixlərə qarab durub, onundan təcrübə yekünləb, ilgir ötküzgen hatalıqlarının tekrar yüz verməsligi kafalatlik qilish degan ma'nodagi o'qish mujnun bizdeki yo'q ekanligi, ilgiri tushgan qismoqqa kinkisib tushgan, tumir xalfi tushgan qismoqqa qo'jnaz hajim kelib tushgan, masalan, mujnun o'xshash bir ig'ir xatoligimizningki baliqi haqida so'zlab kelayotgan. Bizning hozirgi ahvolimiz shu navbatdagi bu ahvolni qanday vaqtda yo'q qilib o'zgartirib bo'ladi. Başlanış noktası ne degan haqida ketib o'tib, bu uyg'unish planiga, ya'ni musulmonlarga yetakchilik qilayotganlarningki hozirlikqa tegishlik, ularda bo'lishga tegishlik uch xil tafakkur yo'li haqida to'xtalgan. Birisi bir lider, bir rahbar masalaga nazariy shaklda qaraydigan bir tafakkur usuli bo'lishi kerak. Ondan keyin uni doktorcha muomala qilish kerak. Undan keyin bir savdogarcha muomala qilib, eng oxirida bir bütün masalalarni tahlil qilib bo'lgandan keyin tarixiy nuqtadan, ondan keyin qo'rqmay tavakkul qilgan shaklda bir tavakkul ijroga o'tashning yo'llari haqida ilgirki darsimiz oxirlashgan. Dersimiz bir üzülgen ağırlık yok dersde, fakat vaqt münasebeti bilan to'xtab qolgan bir tema aldı da. Bugünkü ders şunun davamı. Ehemmiyatu dirase en-namazic et-tarixiyye, tarixdeki bazı misallarını tadqiq qilish. Bunu o'qishning ahamiyati. Yani tarixda nurg'un ishlarliq. Bizning nurg'un qatim g'alaba qilgan bir tariximiz var, o'tmishimiz var. Nurg'un qatim mag'lub bo'lgan bir tarix o'tmishlarimiz var. Ketkizib qo'ygan yerlerimiz var. Mushlarning hammani güzel bir şekilde okumak lazım. Ötküzgen hatalıklarımızı xulasalamak lazım ve bundan keyin ikkinchi qatim unda hatalıqning yuz bermasligiga kafolatlik qilishimiz lazım. Davomida إننا نبني جزءا من التفكير الاستراتيجي لدى القاعد عندما نزوده بخارطة تاريخية يتعامل بها مع الواقع. Bizdeydi. Bir rehberge tarihi bir harita bilan ta'minlagan vaqtimizda, shu harita bilan navbatdagi reallik bilan muomala qilgan vaqtida strategik fikrining ma'lum bir qismini qurgan bo'lamiz. Ya'ni rahbarimizni ashta bir anga, ashta bir uqumga ega qilishning o'zi xili ko'p masalani hal qilish degan gapda. Chunki Kenech Ome o'zininki strategik tafakkur san'ati degan kitobida degandek, strategik tafakkur degan nima desa, strategik tafakkur avval navbatdagi vaziyatning alvat-ul qoim degani navbatdagi vaziyatningki unsur turlaridan har bir turga nisbatan ro'shan bir fikrda, ro'shan bir tushunchada bo'lishdan boshlanadi. Avval har bir nuqta tushunilishi kerak bizga nisbatan. Har bir nuqta. Ondan keyin shu turlarning tartibini qaytadan ra'lash uchun eng yaxshi uslub bo'yicha, ya'ni raqobat alohidliklerini ro'yobga chiqaradigan eng yaxshi uslub bo'yicha qaytadan ra'lash uchun aqliy iqtidorimizningki, aqliy qudratimizninki eng yuqori tarafini ishga solib yo'lga qanaqaladi chiqadi. Demek strategik plan deganda texim bir zag'irchilashtirib, oddiylaştırıp, sizler bizden tilimiz gaylan tutsak ne mi dese avval
Her bir parçani bilish kerak. Yani bunu böyle eğer men sizlarga o'zimning tilidan tushuntirsam, strategilik fikir degan, tafakkur qilish degan nima desa, bizning oldimizda bir qurashtiradigan motordan birisi bor. Motorning parchalari bor. Balkim necha ming parcha, kichik parchalardan tarkib topgan bir motor. Avval biz her parçanın o'rnini bilishimiz kerak. Bu birinchi ish. Oyatdagi yabda'u awwalan bi fahmin wadih li kulli unsurin min anasir al-wad'il qa'im degani biz oldimizga qurashtirmoqchi bo'lgan anaqa motor parchalarininki har birisininki o'rni, roli, nega qanday o'rnatimiz, buni avval tushunishimiz kerak. Ondan keyin eng go'zal shaklda odatda aranglarda bir atal uskuna elektronlik uskuna o'ngshab, chuvib, qurashtirib baqqanlar bormi? Balkim bo'lishinglar kerak, chunki hayotda unday ishlarga uchraydi. Masalan, uyda har xil uskunlarni qurashtirib baqqimiz ancha-muncha. Ba'zi foyda chiqadi-ku, uskunni chuvib qurashtirsak. Foyda chiqadi deganim, ya'ni bir atal uskunlar eshib qoladi, bir atal mexlari eshib qoladi, bir atal qisquchlar eshib qoladi. Hatto nega selishni o'qimaymiz shuni. Del ashadin kunlarning birida masal chiqadi. Navbatda bir ashkital meq eshib qilib, yani normal ishlaganda qilgan bilan kunlarning bir masal chiqadi. Strategilik tafakkur degan nima desa, har bir parchalarini tushunmak lozim va tushungan parchalarni eng go'zal shaklda ratlab qanaqa qilishga, qurashtirishga atlanmak lozim. Bu strategilik tafakkurninki ahvoli. Endi biz bayatın ishlatgan gapimizning oralig'ida aqso al-qudrat al-aqliya dedik. Yani aqliy iqtidorimizningki eng nihoyatini, eng chetini, yani hammasini ishlatish dedik yani. Ba aqliy iqtidorimizning hammani ishlatish dedik ya. Buni degan gap desa, bizning tasavvurimizdagi aqliy iqtidorninki eng nihoyati bo'lsa, mushu qurilish deydi. Bir qurilish. Men buningga bayat mashin bir motorninki qurashtirilish ahvol misol qildim. Ashtalam tushunsanlar bo'ladi. Yani bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz bir bino silish yoki bir chuvilgan motordan birini qurashtirish, bitirish. Chunki mening kallamda navbatdagi ummatning, millatning ahvoli chuvilib ketgan motor bilan o'xshaydi. Bunu qurashtirib bir ishlaydigan bir holatga ekilish, har bir parchalari o'zining rolini o'ynay oladigan bir holga ekilish ba'zi mushkul ish. Buning uchun zaten bütün aqliy iqtidorimizning hammani ishga solmasak, ma ish tas. Endi biz dedik aqliy iqtidorimizning eng yuqori cheki dedik. Bunu biz bir bino deb tushundikki, o binoninki kirish eshiklarining eng muhimlarining birining qashida tarixiy tajribalar masalasi va uning turli masalalari qanday qilib turadi, saqlab yoki yoshirinib degani bak muhim nuqta. Endi yana bir qatim misol qilay. Bir motorni qurashtirishda dedik ya, biz bu motorni qurashtirishda eng muhim narsa nima desa, bizning burun qurashtirib baqqan bir qatimlik tajribamiz. Aldı biz bu qurashtirib baqdik. Ya tünügün bir qatim qurashtirib baqdik. Bir necha uskuna joyga tushmay qoldi. Bir necha parchani xatoyaga qurashtirib qopdimiz. Chetib baqsaq qanaqa qilmadi, ishlamadi. Mushlarning hammasi bir tajriba. Endi tasavvur qilib baqayli. Bir odam shu motorni qurashtirib keldi. Qurashtirgan vaqtda kallasi madin ziyada ishlatmadi. Tikam deplam başlap bir tarafidan. Ahırga chiqsa bir necha parcha eshib qoldi. To'xtab turib bo'lmadi deb ishlasa, qo'zg'atib baqsa qo'zg'almadi, ishlamadi. Yana cho'di. Yana boshdan boshladi. Yana bayatdan o'xshash parvosiz, oldin qatimga o'xshash. Oldin qatim bir qatim qurashtirman deb mag'lub bo'lgandan keyin bir 2-3 parcha eshib qolgan bo'lgandan keyin, ishlamagan bo'lgandan keyin darhollam biroz cho'chishimiz kerakdi. Anda qilmay yana shu paytda qurashtirdik. Yani kega yekip to'xtadik, ya bir uskuna kam, ya bir uskuna ortiq eshib qoldi. Abdurning davatqani nima desa, dal mishada tarixiy tajribalarni yakunlash bek muhim da'ordi. Bayatni qurashtirib baqqandan keyin eshib qolgan narsani cho'qim xotirlash kerak, har uskunning o'rnini xotirlash kerak.
Yani biz degandek o'qish kerak bu tarixni. Andan keyin nadi ketdik? Nadi joyiga qo'ymay qo'ydik, qoldik masalan. Endi qanday tuzishimiz kerak? Mushu nuqtalar bek muhim deyotdi. Chunki bu tarixiy tajribalar aqlda yomon cho'ng bir kengrilikni biradi deydi. Chunki tajribasi va odam degan boshqacha bo'ladi endi. Bir qitim qitpaqiliq, mayli mag'lub bo'lsin, g'alaba qilsin, bir qitim qitpaqiliq. Har holda tunji qitim xatolikni, ikkinchi qitim o'tkazish ehtimoli azuldi har holda. Nima bilan birga desa, bil idofati li anasir ukhra fi tafkir al qiyadi. Ya'ni rahbarlarcha tafakkurdagi boshqa turlar bilan qo'shilib ki bu rahbarlarcha tafakkurni har qanday inson, ya'ni islom arab jamiyatlaridagi umumiy ahvolga ko'ngil bo'ladigan har qanday bir inson qanday qilish kerak? O'qish kerak. Yana men sizlarga tavsiya qilaman qarindoshlar. O'zim bu tavsiya qiladiganlarning ichida agar bizning aşı davarımız ras olsa, mushu millet bir qutulsun bu zulümden deydigan fikrimiz ras olsa, ma milletning navbatdagi ahvoli o'ngshalsin, ma imandan yiroqlashib ketgan ahvoli o'ngshalsin, shariatga qaytib kelsin, dinga qaytib kelsin, Allohning bayrog'i Türkiston zaminida lapildisin, Allohning kalimasi Türkiston zaminida eng ustiga chiqsin deydigan mushu davarimiz Rasululloh olsa, biz to'xtamay o'qishimiz kerak. Tarixiy tajribalarni o'qishimiz kerak. Mushu mencha 1000 yillik tarixni o'qisaqmi, birdan o'qisaqmi, hargiz zayo ketmaydi. Ta Stockburg'an islomni qabul qilib, islomni qanday yaydi? Masalan, shu vaqtdagi bizning rayondagi umumiy o'rinlashtirilish ahvoli nim bo'lib asta bir mush Orta Osiyo masalan hatto iyaligicha xilib cho'ng rayonlarning rahbari bo'lgan bir millat bugun kunda bir mehnat Xitoyning aslında ishg'ol bo'lib qoldi. Bir narsani deybek po'shliq qillik emas, o'z vaqtidagi shu Muhammad Akbarxon deymiz masalan. Hozir Hindistonga hukmronlik qilayotgan. Tarixni qarasak, surishti qilsak, bizning hukmronligimiz xili jiqyaliqchi bir rixliqchu. Gerçi nam har xil bir şekilde G'aznaviylar, ular bo'ladigan hokimiyat qurilgan bo'lsa ama o'xshamagan hokimiyatda meni o'xshash biz bu zamindagi xili bir zo'r, xili bir keng ko'lamdagi o'rinlarga hokimiyat tutgan bir millat. Bugungi kunda kelib nihoyat bir ebga holatda, parchalangan bir holatda, kuchimiz qo'limizdan ilingan bir holatda manat Xitoyning ostiga kelib ishg'ollab qilishimizda cho'qim o'tkazib qo'ygan bir yuchuqlar bor. Mushu yuchuqlarni tepish uchun va buni itish uchun, qaytadan dars o'rnimizda turish uchun cho'qim tarixni qaytadan o'qib chiqishimiz kerak qarindoshlar. Bu bek muhim nuqta. Şun Abdurrahman aslında nemi şekilde bir cedveli şekilde bir resim bade mesela. Bu uyg'unish hareketi başta zincirsimon bir hareket. Baş ahırga ayrıldıgan. Qanda desanglar, avval yetekçe bahsi, nazar, tarixiy tajribalar bulardan o'tib yetekçininki, yani rehberinin aqli şekillenadi, iqtidori şekillenadi. Rehberinin aqli, iqtidorininki neticesi bütün tasavvurlar hammani qila oladigan bir kuchlik bir aql. Andikin bu kuchlik aql qaytadan bizning atrofimizda yuz berayotgan turli hodisalarga ta'sir ko'rsatishga boshlaydi-ki, mayli siyosiy jihatda yoki iqtisodiy jihatda, ijtimoiy, fikriy, ruhiy, ilmiy, axloqiy jihatda hodisalarga mudohala qilishga boshlaydi. Va mudohala qilish jarayonida yana tajriba yakunlaydi, yana izlanadi, yana tadqiq qiladi. Yana buning bizning rahbarimizning aqlining yana taxmin bir qadam ilgarilab pishib ketilishga foydasi bor. Buning natijasida kuchli bir tasavvur aqlga ega bir aql amri paydo bo'ladi. Bu yana bizning ahvolimizdagi, atrofimizdagi hodisalarga ta'sir qiladi. Uningdan tajriba shaklini ashtaolab bir aylanib xuddi bir qor dövsini yumulatsa, yo'g'onab manganday, agar mush nuqtaga ahamiyat bersak, bizdagi aql amri kengaydi, aql kuchaydi, aql pishib yetiladi. Bizning rahbariy qatlamimiz kuchli bir rahbariy qatlamga o'tadi ki,
xatoliklar ikinci qatim yüz bermeydi yoki yüz berish nisbati ozlaydi. Yani tekrar mag'lubiyatga tushishning oldini oladi. Mushta bir ahvol bu deydi. Va hakaza mana yuqoridagiga o'xshash tarixiy misollar, tarixiy namunalar masalan strategik bu aqlning shakllantirishda bak cho'ng rol o'ynaydi. Masalan deylik, etrafimizdagi biz yashayotgan, birga yashayotgan millatlardan o'rnak olsak bo'ladi. Biz turklar bilan birga yashayotimiz, hamma bilasizlar. Turklarga qarasak, yomon ko'p jihatda bularning biz ayblab qo'ydigan ba'zi ayb nuqsonlari bor, bilasizlar. Ko'zimizga sig'maydigan yomonjiq taraflari bor, bilasizlar. Chunki o'xshamagan ikki rayonda, o'xshamagan ikki jo'grafiyada yashagan bo'lg'achqa, ba'zi urf-odatlar qanaqa qilmay qiliqliq, o'xshamay qiliqliq. Ham haqiqatan de dindan yiroqlashib ketgan bir taraflari bor. Ammo hamma bilan e'tirof qilmasak bo'lmaydigan bir taraf bor. O'smi qaysi bilamizlar qarindoshlar? Ming yillik bir hokimiyat tutgan bir tarix var. Aş meyli Selçuklu'dan, Selçuklu'nun aldığındaki devreden başlansın, ondan keyin Selçuklu'nun ondan keyin Osmanlı'dan keyin Cumhuriyet vakti. Bu aralıkta bazı talafetler uçurdu. Mesela Çingiz Han'ınki, Ehli Selef'ninki degende. Ama işgal astığı uçup bakmadı. Mehkum bulup bakmadı. Bu 1000 yıl jarayonida o'tgan nurg'un hodisalar bularni o kadar pishib yetildirgulikki hamma narsadan muhim narsaning nima ekanligini bilalaydigan bir nuqtaga kelganlik. Mao ajoyib bir aql qarindoshlar. Men bir narsani deb qo'ydim u boya. Qanchalik ayibini desak tamam, o boshqa, ammo bir narsani e'tirof qilmay turmaymizki, bular bir millatning mavjudlab turishi uchun bir cemiyetning, bir devletning mavjudlab turishi uchun nimaning muhimligini, qaysi nuqta eng zil halqa ekanligini bilaylik bular. Meni buni e'tirof qilinglar, e'tirof qilmanglar. Bu bir aniq bir nuqta. Masalan, men shu Turkiyaga yangi kelgan vaqtim 2016-ningki oxirgi vaqtlari, ya'ni biz o'ltiraqlashgan uyni bir Türk vaqtimiz Türk nima boshqa o'qimaydik hamda qarsaqamiz Türk teklam ko'rinadi. Shu uyni bizlar nima qilib bergan alaqa Türk deb turayapmiz hozircha. Asli Kurtga asli. Kurt o'qigandimi taxnay tiliqi bir nima Kurtanda buna namoz o'qimaydigan bir kommunist parast Kurtlar bor ekan. Shu tog'dikilarga o'xshaydigan adashga o. Ashta bir Kurt ekan. Vaqt men Türk deymandim. Türk o'qigandan bizning vaqtda toza hayajon bilan kelgan bo'lgandan kardeş mındamda, kardeş deb nayeti kızık bir ifademiz var da. 15 Temmuz 101 təxminən 2 aydan keyin, bir aydan keyin vaqt. Men şu ahval to'g'riliq bunda gap so'radim-chu. Qanaqroq desam, nayeti qaynab ketdi o'sha vaqtda. Ya'ni bir oy yotdimay oldu deydi. Şu 15 Temmuz vaqasidan keyin boshqa turuklim yotdi ya, men uzam deydi. 20 kun, 25 kun vaqt taladan sırttan kirme yattı ben şu sağladaydı. Nimi bunu çıkarsa desem qaradaydı vaqtda. 256 adam öldü. Eğer şu vaqtda bir ay yatmasam belki 10 mingdan eşip ketişim mümkün oldu adam. Ölüdüğün aqıdığın kan 10'dan çıkıp ketişim mümkün edi. Nayta hayacanla sözledim. O vaqtda malaqı oxumagandaki onun kurtluğunu mujum bu turukluğunu deptime. Ki neç gün deyin ki müşahidliqi bil o bir jarayonida to'qallardan telefon kelsa boshqacha gap qoladi. Sen turk emasmisan, men degan ko'rd deydi. Ankin uning boshqa ahvollarini ko'rdim. Bu beyliqi normal kommunist ko'rgan bu alaqa. Ya'ni men bir narsani demoqchimish edi. Abi bir musulmon ko'rd emas taxo. Bir kommunist ko'rgan masalan. Ashnodagi shu vaqtda degan gap mening kallamga bak ta'sir qiladigan. Ya'ni nimaning qo'ldan kessa bo'lmaydiganligini bildigan bo'lar. Nima qo'ldan chiqib ketsa, buning ig'ir darajada mavjudiyatlik masalasiga, ya'ni baqo deb qo'yamiz ya arabchada, baqo masalasiga munosabat ekanligini bildigan bo'lar. Bir qarindoshimiz vatan sevgisi kuch debdi ya, vatan sevgisi asli hech kim bika-bika söymaydi, ya'ni vatanning muhimligini his qilib yetilgan vaqtda an vatan sevgisi oldu. Zodi bu idisa qanday olib kelsin? Manas yo'qolib ketsa, eqiningmi, qarisningmi, qizilisningmi, ko'kningmi
bir ünümü yok. Yani bir hech qanday bir ahamiyatning qolmaydiganligini bular qanday bitliklik ekan, tushunib yetiklik ekan. Ama bu tushuncha nereden keladi qarindoshlar? Bu aql nereden keladi desa, tarixiy besib o'tgan, yuz bergan, masalan, buning beshidan o'tgan tarixiy jarayonlardan keladi. Tarixni o'qiganlikdan keladi. Buningda hali navbatdagi jamiyatni yo'llantirishni ishlanayotgan tarixiy filmlar. Andikin tarixiy urulashtirayotgan programmalar masalan. TRT1'de kirayotgan bo'lishi mumkin. 3 tarix debchu. Qaysanlar ko'dinglar o'qimayman, ammo ancha muncha ko'rib qo'yman. Masalan, ashadimi mushu bir nurg'un mablag'ni silqilib qo'yaga xalqqa nisbatan ashta tarixni qaytadan bir eslatish maqsad qilingan bir programma. Yani bu pek muhim nokta qarindoshlar. يستهدف علم التاريخ جمع المعلومات عن الماضي وتحقيقها وتدوينها وتفسيرها. Tarih bilimi, tarih beni ötmüş hakkındaki malumatlarını toplap, onu tahqiqlab, xotirlab, tushuntirishni nishon qiladi. Endi bizlarga rahbarlar tarixni bilsin, rahbarlar tarixni yakunlash kerak degan vaqtimizda wala naqsid bizalika bu gapdan hargizmi rahbarlarning hammasininki akademisyen bo'lib ketishni buni maqsad qilmadik. Hammasi magistr, doktor, professor bo'lib ketsin demadik. Magistr, doktor, professorlar ko'pincha vaqtda üstelning ustiroq ish qiladi, amaliy real maydonga asosan yana shu real maydonda pishib yetilganlar keladi ko'pincha vaqtlarda. Men de qaysi kun dedim ya, bakalaqi akademiklashib ketganlar ko'pincha vaqtda mustashar bo'ladi qarindoshlar, mustashar. ولكن عندما تأتي قضية التفسير ama izohlash masalasi kelgan vaqt, izohlash degani mana narsa. Mesela bir etrafımızda bir vaka yüz verip, kündü vaka yüz verip durdu ya bizden İstanbul cemiyetimizde, Uygur cemiyetimizde. Çıkıp kündü bir 5 saat okugudak bir narsa yazılıp durdu, kündü bir vaka yüz verip durdu. Bir kızıkmakta, Türkçe gündem dep koyumuzda yüz verip durdu ya. Şu vaxtıda, aşta bir işli yüz vergen vaxtıda, rehberinin rolü, onunki bir tefekkür, nezriyeleştiriş tenziri degini, tasavvur qilish juz'isi de rolü keladi. Değil. Xitoy kampni açtı. Vatandaki urug' tuqqanlarning hammasini nega usulida kamp usulida. Rehber aşış yangi yuz bergan vaqtda yoki yuz berishdan oldida yoki shu ishlar tutish qilayotgan vaqtda rehber agar haqiqiy tarixni biladigan bir ma'lumotni aniq dushmanni biladigan bo'lib qolsa, buni oldin his qila oladi. Aldın paraz qila oladi va onun oldin tayyorlik qila oladi va millatning bunga nisbatan askartidiki, masal payliyaman manda tayyorlik qilib taqobil turish kerak deb ish yuz berishdan ilgari uni qana qila oladi. Hech bo'lmasa paraz qila oladi. Ko'p ehtimolli parazni qila oladi. Ammo bizning navbatdagi ahvolimiz qana desanglar, ish yuz berishdan ilgari emas, yuz berib bo'lgandan keyin tasavvur bilamiz hamda. Ben bir narsa ko'rdim, kichik bir parchadan birini ko'rdim, necha minutlik video ekan, sizlarmi ko'rdingizmi yo'qmi o'qimayman. Bu Kurtlar Vadisi pusudan kesiblam ilingan bir video ekan. Yani şu vaqtdagi oqsoqollarninki, yani rayon xarakterlik açıqan bir toplantı yig'inisidan üzüp ilingan video ekan. Şu yig'inda Sharqiy Turkistonga mas'ul bir oqsoqol 2012'ning oxirisi 2013 atrofidagi film deyman u. Chin deydi. Pat arada Doğu Türkistan'da soykırım başlaydı deb bir qiz gapni qiladi-chu. Yani men o sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsam nima desa, bizning vatandan yiroq bir davlatdagi bir televiziya filmda, rasmiy rapor emas, rasmiy bir suhbat emas, televiziya filmda bizning vatanninki yuz berayotgan ahvollari emas, kelgüsüde yüz birish ehtimoli bo'lgan masalalarni paraz qilib o'tirg'a qo'yib bulaqlar. Halbuki şu vaqtning o'zida yaşagan sili bizlar va rahbar o'g'allar millatning beshidagilar uningdan bir xavat xo'rakni tatib uxlaqliqda. Agar bizning oldin ala tayyorligimiz olsa, vatandagi esil odamlarimizni, imkoniyatimiz yetgan odamlarimizni
asrab alalaymiz, aldın qoğdu alalaymiz. Vatanın nurgun iqtisadımız var. İqtisadımız degan vaqtda iqtisad millatning iqtisadi. Uyg'urning qo'lida bemo'jan pul ortiq qolib qolsa, bu mutlaqo Uyg'urga foyda qiladigan pul bo'ldi. Buni qanday qilib oldik, achib oldik. Bizning millatning ichida bunda 5 milliard pul var adamlaydi. Bunda 5 milliard az oddiy pul emas, bir davlat quruladigan pul avchu. Achib oldi. Ama yani desek nurgun tayyorliqni oldin ala qavag'il oldi. Lekin bizda ashuni bir faraz qo'ydik ahvol yo'q. Chunki bizning tarix qo'ygan tushunchamiz tuvan, tarixni o'qimaymiz. Xitoyninki yani odatda bir gap bormi deyishga toza muvofiq emas. Shunda o'sma deyishmi kala quyruqini ko'tarsa nima ish qildi, xalqini qilib bo'ldi ya. Ashuningchilik darajada Xitoyninki quyruqini ko'tarmaganligini faraz qılalıqıdak Xitayını tushunmaymiz. Demişqa Xitoy bilan bizningki necha 100 yillik bir tarixiy jarayonimizni biz yaxshi o'qiyanmadik. Xitoyni tushunishga qanday qilmadik, tirishmadik. Bu kelgan ahvolimiz shu qarindoshlar. Men masalalarga davomli o'zimizni misol qilishga tirishyapman. Demişqa birazalik amaliy real olsun, bizga bir singsin uchun. Amaliyotda kitobning avtori kitobni ko'p hollarda o'zininki yashagan jamiyatini tasavvur qilib turib yozdi endi. Yani ve ya'ti davrul qaid fi juz'ihi at-tanziri at-tasawwuri allazi yushariku fihi fi bina'i at-tasawwurat. Tasavvurat degani plan loyihalarni qurishda qatnashadigan bir tasavvuri, plan xarakterlik bir nazariya kısmında andakin rehberinin rolü şu vakit keldi. Yani fehuve rehber yakum qaranlama inta inçki nokta. Rehber yüz bergen parça hadiselerini, cüz'iyat degeni bugün yüz bergen, tünege yüz bergen, bu yıl yüz bergen, bultur yüz bergen bir hadiseler var, parça hadiselerini kulliyatlarga qanday qiladi, sirishtiradi. Kulliyatlarga bağlaydı, umumiy prinsiplarga. Yani bizden bir yakunlab kelgan bir yakunimiz bo'lishi kerak. Shu yakunlashga qo'shudi. Masalan, Xitoy bilan tariximizda 10 qatim bir hodisa yuz berdi desek, 7 qatim hodisani xulosalab xotirlab qo'yganlik. Bu 7 qatim hodisadan nima ish qilsa Xitoy qattiq razil. Xitoy va'dasiga vafo qilmaydi. Masalan, Xitoy aldamchi degandek bir prinsiplarni tug'izib qo'ygan bo'lsa, bultu bir yıl yüz bergen cüziyatlarını ekilip eşeğe bağlayımız. Seliştirimiz ki mesela 50 yıl ilgili qanday qilib diken, bugün qanday qilib burun Gomindan nimish qilib diken, Gongsandan olgan Xitoy nimish qilib atıdı. Gomindanның oldidagi Tang, Çin sulolalari bizga qanday muomala qilib diken bizga, Mao'la qanday muomala qilib atıdı. Mush nuqtalarning hammani o'zaro bir selishtirish orqali Xitoy millatininki bizga tutgan pozitsiyasi, muomalasi, xarakteri, tefekkür, tasavvurini qanday qilib olish kerak, bilib olish kerak ki min xilali itla'ihi. Şunun oraliqidan nega qanday qila oladi? Ya'ni insoniyat tajribasidan keng bir sohaga xabar topa oladi. Nima bilan birga desa, ma'lumotlarni tashkillashga bir çaylık red içide andakin xulosalarni redlab chiqarishga qodir bo'lish bilan birga ki degan nokta oxirgi natija shu. Ya'ni bir xulosa chiqara oladi eng oxirisida. Chunki fag'oyatul qoid qo'mondonninki g'oyasi nishoni umumiy qoida prinsiplarni tushunish, dunyoning qonuniyatlarini qanday qilish tushunish, Allah'ның öz xalqidagi qonuniyatlarini tushunish. Çünkü o kumandan şu kanuniyatla muamele kılıyordu. Hasanul Banna'nınki 5. kengaşta degan bir ağız gibi var. Qarab bakaydı. Qo'shtirnoqning ichidagi Hasanul Banna'nın gibi naql qilingan gap. Sizlar dunyoning qonuniyatlari bilan to'qinishmanglar. To'qinishmanglar gap dunyoning qonuniyatiga qarshi harakat qilmaslik kerak. Bu sizlarni besib tushidi. G'allaba degani ustonlarni besib tushidi. Ama sizlar uni besib tushinglar. Dünyanın kanuniyatlarına iş qilsanglar, dünyanın kanuniyatlarının eqinini o'zgartirtinglar. Şunun ba'siga qanday qilinglar, foydalaninglar. Yani qo'mondondagi bu turlik iqtidordaydi. Mush qonuniyatni tushunishda, qonuniyatni foydalanishda, boshqa qonuniyatlardan muomala qilishda bu tarix o'qishning cho'ng bir mahsuloti. Yel muhassala al-kubra li dirasati tarix.
tarix o'qishninki çoğun bir nömresi hasılatı, neticesi. Ondan başka var. Bittali, ondan başka oygunuş, güllünüş rehberlerini çıkırdığan institutlar, oygunuş, güllünüş rehberlerini çıkırdığan institutlar utuqluq tarihi misallarını tədqiq qilish ve məğlub bolğan tarihi misallarını tədqiq qilishga alohida ahamiyat berish kerak, o'zgartish va g'alaba qilish masalalarida. Tarixda nurg'un qatim utuq qaznaqliq Xitoy yangi yerlerimiz var. Nurg'un qatim mag'lub bo'lgan yerlerimiz var. İkisini bak güzel bir şekilde tədqiq qilish kerak ki, g'alaba qilgan vaqtda nimaga tayanib g'alaba qildik, mag'lub bo'lgan vaqtda qaysi nuqtalarda ketkizib qo'ydik. Mushlarga bak alohida ahamiyat berilish kerak. Ya'ni bayatni haqi o'qiyotgan mazmunlardaki xulasını aptur güzel bir şekilde nimaga keldi, xaritaga kelibdi. Rehberininki, kumandanninki, liderininki roli nima desangmi, avval yuz bergan juz'iy masalalarni kulli masalalarga qanday qilish, bog'lash va selishtirish. Yani meselelerni o'zaro selishtirish masalan. Ve aqalli siz bizmi ash vatanda batdiq, biz galvanning kallasini kelmaganlik emasmi? Maliqi 2007dan 2009gacha bizning uy Qaraqashda ish o'rin Xotan bo'lgandan keyin Qaraqashlarning Xotanning o'rtasida bir qumliq var, taxminan bir 10-15 kilometr aralıqda. Yani biz Xanırıq bilan Laskuyning aralığı deymiz. Balkim aranglarda ashiyal yashab baqqan bo'lsangiz bilasizlar. Biz şu vaqtida kunda mangandan keyin ko'zimizga bir narsa ko'rinib qoldi. Ya'ni bir xilaliqi cho'ng-cho'ngda qurilishga ishlatiladigan ba'zi materiallarni Xitoycha pingban mashina deydiq ya, uzun mashina. Şu mashinalarni besib har kuni turishdi endi. Keyin uqsaq yaman cho'ng bir tur misol ekan-chu. Buni anglab bizning tasavvurimiz qana tasavvurki, hozir o'ylasam bak g'alit bo'lib qolaman. Acayip ilg'or texniklik tur misol ekan desa, xuddi texniklik ilg'or doktorxona soldigandek bir xil tuyg'ub qoldi ekan bizga bir xil. Endi kalımızda asli şu vaqtda bizning da ben bunu nimishqa bunda tuyg'uni deyman desangmi, bizni cho'chitmaganligini shunda deyapman. Masalan deydi birisi hukumatdan birisi, qaysi hukumatdan birisi, mesela Turkiyada olsun, başka yerda olsun, güzel yol yasab bersa xalq xo'shiladi. Güzel doktorxona salsa xalq xo'shiladi. Güzel paydalı narsani xalq xo'shiladi. Ona nisbatan yomon tepki olmaydi, yani cho'chimaydi. Shu vaqtda turmini qattiq texniklik yomon yuğan bak ilg'or turmi soldi ekan desa, xuddi doktorxona sapirdigandek biz hech qanday parvoz edib ketganmiz. O'ylamabdi ekanmiz ki bu turmini kimga soladi deb o'ylamabdi ekanmiz. Nahilarga ash ilg'or kamerali qattiq yuqori texnik ishlatilgan turmi soladi desa, o'ylamabdimiz ki nima uchun bu turmini bu qadar ko'paydi bu? Hozirgi turmilar yetmadimi? Yani yetmagan bo'lsa, yana bundan keyin turmini to'ldiranmog'idek darajada odam jiq tutlamdi. Mayaga ko'ngilimiz bormabdi ekan. Nimishqa dedik ya, biz tarix o'qishimiz olmagandan keyin Xitoyning mandalagini o'qimabdimiz emasmi? Bu haliqi bir nayt echinishli bir itiraf hamda bu. Buni mellam emas, agar insof qilsak, hammadan qana qilish kerak, itiraf qilishimiz kerak. Itiraf qilishimiz kerak qarindoshlar. Mashta nuqtalarda bakchiq qanaqib qoldik, ketib qoldik qarindoshlar, bak ketib qoldik haqiqatan da. Xitoyni tunamaganligimiz uchun nurg'un nuqtalarda haqiqatan da ketdik. Shu bir narsani deyman, shunga munosabatlik bir narsadan birini. Balki necha kundan bir darsda dedimmi esimda yo'q. Bilasizlar, bizning vatan rayon nuqtasidan farqli ikki rayonga ayrıladi. Birisi Türkistan'dan, Şarkı Türkistan'dan ki Janubi rayoni, yeni birisi Şimali rayoni bilasizlar. Janubi rayoni şu bilishimcha Turpan, Korla matarafidan tatib Aqsu, Atosh, Qashqar, Xotan matarafini o'z ichiga oladi. Şimal rayon mesela Ürümçi, ondan keyin atroflarni, Qarmay, Shayxon taraflarini qanday qiladi, o'z ichiga oladi.
Xitoyninki ashroillarga bunda tutayotgan ikki xil siyosati shu vaqtda bizning diqqatimizni tortmoqda ekan va o'ngshash uchun harakat qilmoqda ekanmiz. Qanday siyosat desanglar, Janubiy rayonlarda dinni biraz qo'yib birgilikendi. Biz o'zimizcha faxrlanib, o'zimizdan faxrlanib yuribdikanmiz shu vaqtda, voy biz bunday qilyaptik deb. Amaliyotda bu o'xshash hukumat. Saqchisi o'xshash, siyosat o'xshash, kuchi o'xshash. Masalan, bir nuqtaga diqqat qilinglar. Ya'ni men inchki nuqtadan birini demoqchi. Janubni qo'yayotganda shimolni qo'yitalaydi. Shimolni ching tutganda janubni ching tutalaydi. Shimolda ash kichikgina bir diniy o'quv-o'qitish bilan chiqib qolsa, bek ig'ir kesotidi, Germaniya ig'ir oladi, ya'ni qo'ymaydi, aslo va aslo qo'ymaydi. Janubda qanday qilsa qilib, xuddi pul alsak, pulga oldinib qilib ketganday qo'yibdi, ya'ni necha ming odam o'qib ketaklik, din taraqqiy qiliqliq. Birga o'ylasam ichim achchiq qiladi. Nima ish qilsanglar, shu shaklda 20 yil, 30 yil davom qildi ya ishlar. 90-yillardan tortib, bo'lib 85-yillardan tortib 2015-yilgacha 30 yil atrofida davom qildi. İki rayonning odamlarining kallasi bunda osmon, zamin bo'lib ketganligini endi his qilyapman qarindoshlar. Mana bugun chet elga chiqib, o'zimizni qo'yitibdi. Xitoy ayada ana Putinni mingashtirib o'tirib, qilsak u bu demisima? Qaranglar, hozir bunda Turkiyaning o'zida his qilyapmiz, urushyapmiz pis bilan. Boshqa ideologiya, boshqa tafakkur, boshqa tasavvur, mandak bo'lib o'zimizni betaraf qilyapti. Buningga Xitoy bizga buyruq qo'ymasin bo'ldi juma buningga. Xitoy ayada o'tirib, bizga kartasiga pul urib qo'ymasin bo'ldi. Sen biz uchun xizmat qil demasin bo'ldi masalan. Masalan, ba'zi odamlar to'g'rida ba'zi maqolalarni e'lon qiladi, din g'izit masalan. Hujum qiladigan dinga, musulmonlar hujum qiladigan. Ba'zilar ayblab keladi, voy bu Xitoydan vazifa chiqib ketgan deb. Mening kalamda vazifa chiqmoqliq. Xitoy vazifasini burun shu haliqqa tuzgan siyosatda o'rnatib qo'ymoqliq. Qaranglar, bizning vatanni ikkiga bo'lib, janub, shimol deb, janubni dindor, hammasi dindor. Shimolni hammasini dindan yiroq, boshqacha tasavvurlan ching tutib 30 yil boshquribdi. Mana o'zimizni qo'yib bergan bugun kunda ishgan odamlari tabiiy qanday qilib so'qishyapti. Endi men bundan hasratlanib bilan bo'ldi qilgan yerda emas. Buni hozir demoqchi o'g'lim nima desa, biz Xitoyning nimishqa tarixdan tortib mush mijozni o'qimadik. Siyosatlarini oldin ola bugun men mana degan bilan bu foydasi yo'q, hech kimga foydasi yo'q. O'lgandan keyin Yasinni o'qiganga o'xshash. Nima uchun? Aş siyaset belgilengen 20-30 yılının aldıdı bilip, bayqab, hem öyle Xotenge, Qashqarga top bilen yığılışı var qo'cha. Talib talışıp, cemaat talışıp, soqaş qo'cha, quymoq talışıp, to'qinon pashqin talışıp. Bir yötkelse komamdı başqa yerga mesela. Janubda ovib ketgan taliblarni yoki diniy odamlarni shimolga yo'tkab, shimolning odamlarini mo o'zimizga o'xshash tafakkur, o'xshash tasavvur, masalan, ya'ni bir xil ideya, bir xil ideologiya bilan bunda tang yetilishga kapolatlik qilmadik nimishqa. Ma'omining ichindagini ma'o qarindoshlar. Masala shu. Ya'ni bugungi darsimizningki asosli o'tirib qo'ymoqchi bo'lganim shu. Tarixiy tajribalarni o'qimagandan keyin biz qarqo'yuqlam tillab qolgan xalqchi. Xitoyni qarqo'yuqlam tillablam ichimizdan bo'shitib bunda rahat topamiz endi. Tillashlar ish bitamdi. Masala uni taqobil turish asli. Xitoy mush nuqtadami bizga bek ig'ir ziyonkashlik qiladiq. Biz bir yerda ketib qoladiq mush nuqtada shu. Men mushu ahvolimiz bilan bizningki sahobaning ahvolini solishtirib bek echinaman. Rasululloh dunyodan ketdi bilasizlar. Sahobalar Madinada qoldi. Madina qanday endi sizlarningcha? Madina zimindagi eng suyumlik yer. Sahobalar Madinadan ketishga temshaldi. Umar radhiyallohu anhu qo'ymadi hech qolsin ketmaysa deb. Ama oxirgi vaqtida qo'ydi. Umar radhiyallohu anhu vafot topgandan keyin sahobalar Madinada tumadi. Nima ish qilgan? Madina bir suyumlik yer bo'lsa, zaminachidagi eng ulug' yer bo'lsa,
Çünkü asli bir vazifesi var o sahabenin. Sahabeler vazifesini düşünüp diken. Taraf-tarafga taqab diken. Iroq verip diken. Vaqtdagi yol musafasini o'ylagan vaqtda bak cho'ng gapgan hamda o. Kufa görüp diken, Basra görüp diken, Şam görüp diken. Hatta Xitoyga jibirib diken hamda sahabeler. Men o'ylayman, bizning şu vaqtda Qashqa, Xotan, Atush, Mushkor janub tarafda o'qiganlar favqulodda jiqamdi. Hatta bir mahallaga sig'ishmay talishib, so'qishib ketgan ahvollar bor. Qizg'inishib besib-besdan, ashta qig'ucha, shimolga yo'tkalsak ham deydi masalan. O'zimizning yurtiga o kadar bağlandıq ki, ketib qoldik. Hozir hamda u yurtmi yo'q, talashgan naslimi yo'q, hammadan quruq qoldik. Men musafir bo'lib, Xalqning yurtida to'g'day bir g'arich yerimiz yo'q, kirguday bir uyimiz yo'q, sarson bo'lib yurimiz buni. Ya'ni tarixni o'qimaganning, shuningga ko'ra ish qilmaganning, xatoliklarni tuzatmaganning, oldin ala plan tuzmaganning xafaligini bizning bolalarimiz emasmi, o'zimiz tortyapmiz bugun qarindoshlar. Bugungi darsning asosiy mazmuni shu. Shunga rahbar degan boshqa narsa emas, bir millatning taqdirini qo'lda tutgan narsa. Tutgan bir odam o. Shunda oddiy chiqmaydi. Millatning umumiy safosi ko'tarilib, aqli pishib yetilib, shu pishgan aqllarning hammasining javhari rahbarda shakllanishi kerakki, rahbar bir milletning taqdirini ya uyan ya buyan buluşuğa sebep butkan bir nokta. Şuna başka rehberliğinin ahvalığı sel qaragılanmaydı. Rehberliğinin en mühim kıldığın bir işi tarixni okuş, tarix tecrübeni yekilleş, manışkı vakti düşmanını qanaqlaş, düşmanını tunuş qarindoshlar. Davrul qaide, yuqorqi mazmunlarni Abdur güzel bir şekilde ramkaga elib tushuntiribdi. Bunu ben dep buldum o baya. Vakaliklerini, cüziyatlarını, kulliyatlarına bağlaş ve marifet, malumat demekçi. Tecrübelerden kenger sahadın, haber tepeş, el-itla ala hukul vasi'a ve malumatlarını bunda redlik teşekküllendiriş ve netice hulasılaş. Netice hulasılayan bolsak, nurgun mesele qanday qilmaydi yüz bermasligi mumkindir. Bugun vaqt munosabati bilan to'xtamdoq mishaydi qarindoshlar. To'xtaylik qarindoshlar. Bir mazmunni ayrılibdi, biraz az bo'lib qoldi. Asli mazmun üzülmese yazaq vaqtimiz vatdi, təxminən 15 minut vaqtimiz vatdi. Allah subhanahu wa ta'ala bizning aqlimizni pishib yetilganini nasib qilsin. Bundan keyin davomli masala yuz berib bo'lgandan keyin emas, bir yuz berishdan ilgari oldin ala bir ancha-muncha paraz qila oladigan, dushmanni bir tuni oladigan bir aql ato qilsin. Hammamizning Ramazon kunlarimizga Alloh barakat versin. Mushtarisini aytganda uyquni qo'yib anlagan qarindoshlarimizga Alloh rahmat qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.